اقسم بالله العظيم فضيحة، اقسم بالله فضيحة يا اخوان. 2 مطرودين منهم وانت الشوط الاول 0-0. O'smirlar o'rtasidagi Osiyo Kubogi finalda jamoamiz hatto mezbonlarni ham mana shunday kutilmagan hissiyotlar, javobsiz savollar orasida qoldira oldi. Keling, bir hafta avval o'tgan bo'lsa-da, hanuzgacha taassurotlari saqlanib qolgan mazkur vaziyatni yana bir bor eslasak. Biz hayajon bilan kutgan o'yinning birinchi taymi kutilmagan voqealar bilan boshlandi. Dastlab 40-daqiqada Nurbek Sarsinbayevga qizil kartochka ko'rsatilgan bo'lsa, 45-daqiqada Miraziz Abdukarimov ham maydondan chetlatildi. Nima bu do'stlar? So'nggi umid goli deb baholandi. Biroq kuchlar tengsizligi o'zbekistonlik o'smirlarning irodasini sindira olgani yo'q. Bunday zarbalar aks ta'sir ko'rsatishini raqiblarimiz ham xayolga keltirmagan bo'lsa kerak. Ikkinchi taymda O'zbekiston hisobda oldinga chiqib oldi. Uchrashuv hakami Saudiya Arabistoni darvozasiga penalti belgiladi va uni Muhammad Hakimov aniq amalga oshirib, jamoaning o'yindagi ilk goliga mualliflik qildi. 1-0 O'zbekiston oldinda. Mana sizga do'stlar, birinchi taymdagi sinovlardan keyin qanaydir oxirgi daqiqalardagi qizillardan so'ng biz ikkinchi taymni gol bilan boshlayapmiz. 70-daqiqada O'zbekiston o'yindagi ikkinchi golni kiritdi. Qolgan daqiqalar ham qizg'in kurashlar ostida kechgan bo'lsa-da, jamoamiz vakillari haqli ravishda g'alaba qozondi. O'zbekiston Osiyo chempioni! Do'stlar, birga ko'rdik. Muborak bo'lsin barchangizga. O'zimiz ham hayron qoldik. Ikkinchi taymda yigitlar himoyalangani yo'q, vaqt cho'zgani yo'q. Aksincha hujumga borishdi, 2 ta gol urishdi va futbol tarixida bunaqa holat kamdan kam. 2 kishi kam bo'lib, yana 2 kishi kam holatda 2 ta gol urib, g'alabani ilib ketish. Bu yerda yigitlar qattiq xarakter ko'rsatishdi. Shuningdek, Ne'matulloh Rustamjonov turnirning eng yaxshi darvozaboni, Asilbek Aliyev turnirning eng yaxshi to'p urari, Sadriddin Hasanov esa turnirning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Biz birinchi taymdan keyin tanaffusda albatta murabbiyimizga prosta respekt, bizni qo'llab-quvvatladi. Faqat vatanimiz uchun, O'zbekistonimiz uchun kurashdik. Davlatimiz rahbarining tegishli farmoni bilan terma jamoa bosh murabbiyi Islombek Ismoilov O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan sport ustozi faxriy unvoniga munosib ko'rilgan bo'lsa, jamoa a'zolari kelajak bunyodkori medallar bilan taqdirlandi. Mana islom, adolat qani derdim, mana adolat. Ko'zlari quvonchdan porlagan futbolchilarimizning ota-onalari ham ushbu g'alabada barcha tengi e'tirof etilishga haqli. Shu bois farzandlari orqali ularga ham davlat rahbarining sovg'alari Chevrolet avtomobillari yetkazildi. Birinchi qo'rqdik, keyin g'olib bo'lgani juda ham quvondik. Har doim omad tilab turdik unga. Butun bir jamoasiga yaxshi kayfiyat tilab turdik. O'zbekistonda futbol faqatgina sevimli sport turi emas, balki odamlar hayot tarzining ajralmas qismi. Ushbu tarixiy g'alaba o'zbek futboli tarixida yangi sahifa ochilayotgani isbotiga aylana oldi. Bir yoqqa ketib qoladigan bo'lsak, biz davrimizda bizni sotqin deb aytishardi. Ammo hozir bemalol yo'l ochilgan, bemalol o'ynasa, o'zini ko'rsatsa bo'ladi. Biz masalan meni o'zim qanchalik harakat qilardimki, SSR terma jamoasiga tushishga. Undan tashqari Moskvaga borib o'yinlarni ko'rsatish kerak edi Paxtakor komandasi bilan birga. Hozir nima borki, shunda murabbiylar ko'radi-da, uni tavsiya qiladi bir o'yinchini. 17 yoshli bolalar butun jahonga ko'rsatdi o'zini, qanchalik O'zbekistonda futbol rivojlanganini. Ular haqiqiy chempion bo'lishdi. Shuningdek, hozir milliy terma jamoamiz jahon chempionatiga har qachongidan yaqin. Iyun oyida esa o'zbek muxlislarining ashaddiy orzusi amalga oshishi mumkin. Bu yutuqlar tizimli ishlarning, qat'iyatli harakatlarning va sport turiga bo'lgan e'tiborning samarasi. Zamonaviy futbolda natijaga erishish uchun sharoit kerak va mana shu qisqa vaqt ichida so'nggi yillarda davlatimiz rahbarining bir nechta qaror va farmonlari aynan futbol rivojiga yo'naltirildi va tizimli butun futbol tizimini qamrab olganini ham e'tirof etish kerak. Ya'ni bolalardan tortib infratuzilma, terma jamoalar, xalqaro munosabatlar, keyin
murabbiylar ta'limi, umumiy futboldagi ta'lim va yo'nalishlar mana shu hammasini qamrab olganidan so'ng mana sekin-sekin har bitta yosh toifasida rivojlanishni ko'ryapmiz. O'smirlar terma jamoasi bu o'sha yangi tashkil etilgan har bitta viloyatda endi mavjud bo'lgan futbol akademiyasi tarbiyalanuvchilari mana shu chempionlar. Va milliy terma jamoamiz jahon chempionatiga chiqishga oz qolyapti. Endi yaxshi niyat qilamiz, nasib qilsa chiqarmiz va bu ham o'z-o'zidan bo'layotgani yo'q. Har doim nimadir yetishmay qolardi, lekin aslida bu tasodif emasdi. Ya'ni futbol tizimli rivojlansagina yakuniy katta natija qayd etsa bo'ladi. Oldinda bizni hali ko'plab sinovlar va yangi zafarlar kutmoqda. Dilbar Primova, Sermekbayev, Aziz Yangisakov, Yangi zamon dasturi uchun.